purabız. Biz vatanımız Uyg'uristonga purabız. Bizning puralığımız nima? O'zimizning vataniga purabız. Siz qayoqdan keldiniz bizga? Uyg'urga hukmronlik qilyapsiz. Buni qabul qilg'imiz yo'q. Bu o'xshamaydigan ishlar. Agar tarixning qaysi bir betlarida va qaysi bir damlarda aqtallik bilan shu yerda mustamlik qilingan millatlar bo'lsa, masalan Yevropalik yoki Rossiyalik degandek mustamlik qilingan millatlar bo'lsa, buning yo'li balki boshqacha bo'lishi mumkin-da. Siz 70 yil hukmronlik qildingiz Uyg'uristonga, qanday hukmronlik qildingiz? Jangovar hukumati. Buni har qaysi nuqtalardan kuzatib baksanız, hamma ish o'zingizga ayon bo'ladi. Bugün bizden nazarimizda milletimiz alak buluş girdabı kel. Kişilik hukuk, dini itiqat degan bu mesele ikkinchi meseleге aylanib qoldi. Millet hayat bolsa dini itiqat bor. Millet hayat bolsa kişilik hukuk bor. Millet hayat bolsa har qanday narsa bor. Millet alak bolsa hech nima yo'q. Şuna Uyg'urning bugun kuni hayat mamat kuni kelib qoldi. Vatandaşlar Amerika istaşlar qilayotgan shunaq vaqtda biz endi o'zimizni tutib olib, o'shimizga kelib, bizning qilayotgan ishlarimiz nimani qila oldik, nimani qila olmadik. Hozirgacha men sizlarga o'zib aytayki, mushu oldimiz o'tib ketgan 2 yil ichida hech qanday da'vo qila olmadi. Da'vo sug'uchilashdi. Bununla siz nimiş bundak deydi bu adam deb savol qo'ysangiz men sizga savol qo'yay. Da'vo nima? Uyg'ur nimani da'vo qilish kerak? Uyg'ur da'vosining xarakteri nima? Biz nimani da'vo qilamiz? Hozir bularning qilayotgani cho'ng qilgan bo'lsin materialchilik. To'g'ri betida elib tarjima qilmaylar. Ya'ni kelib yo'llab berish. Anda işhanedeki sen şacares gibi, aşında kişiler oturup yazıp bunu materyal aylandırış, bunun özü materyalçılar. Tehi Uygur, biz davanı onda kalibetimiz, bunda kalibetimiz diyenler, şikicili işini davanı sokuçulaştı. Dava nime? Cevap verin ha. Nimeni dava kılımız Amerika koşmuşlardır.